Biz nima uchun 9-may bayramini xotira va qadrlash kuni deb e'lon qildik? Xotira deganda biz bu foniy dunyodan o'tgan ajdodlarimizni eslash, ularning chirog'ini yoqib, ezgu ishlarni davom ettirishni tushunamiz. Bu xalqimizga xos azaliy fazilatdir. Xotirasi bo'lmagan tarixni unutgan, o'z ajdodlarining qadriga yetmaydigan millatning istiqboli yo'q. Bu haqiqatni kishilik tarixi isbotlab turibdi. Qadrlash degani bu asrlar davomida ona diyorimizni, xalqimizning ozodlik va istiqlolini, erkin va farovon hayotini mardlik va shijoat bilan himoya qilgan fidoyi vatandoshlarimizni yodga olmoq, ularga munosib hurmat va ehtirom ko'rsatmoqdir. Agar tinchlik bo'lmasa, osoyishtalik bo'lmasa, har tomonlama bugun osuda hayot bo'lmasa, agar bu natijalarga erishish mumkinmi? O'zi qurish, barpo etish degan narsa mumkinmi? Har qadamda urush bo'lsa, buni atrofini ko'ryapmiz. Shuni agar bizlar har qadamda shu tinchlik uchun kurashamiz degan harakatda bo'lmasak, har qanday balo qazolarni aytaylik ostonamizdan yiroq tutish, shu narsani o'ylamasak, bu yutuqlar o'z yo'li bilan bo'larmidi? Hech qachon.